Talab bo'lib ketibdi-yu. Barcha obunachilarga salom do'stlar, sizlar bilan Markoz do'st obunachilar. Bugungi video roligimda biz ertalabki hayotimni boshlaymiz. Qani unda videoga bosib qo'ysanglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, unda biz boshladik. Kevritchi obunachilar, soat necha bo'libdi? Xullas bir minut do'stlar. Do'stlar, soat necha bo'libdi? Bo'lamiz. Yo'q, soat hali 20 ta o'tgan. Hamma taqdirida to'yis bir minut. To'g'risi 2 ish qilmasa bo'lmas ekan, mayli. Mer roldiga borsak, yo'q. Mer yana bir bolani boshlabdi. Duysam, yo'likda dotasini olibdi-yu. Vau. Bu yer kirishga mumkinmi? Ha, kiraver. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tirki. Soldasiga chiqmay o'tira olmaysanmi? Uzr. Xo'sh, nima gaplar? Bitta oltinligilik, qoragilik va bitta Tesla oldim. Juda ham zo'r-ku. Meni oq Shugulimdan zo'rroq. Ha, seni oq Shugulingdan zo'rroq. Xullas, senga ish bor. Ha, har doimgidaymi? Ha, har doimgidam. Qanaqa ish? Senga ish nima desam ekan? Har doimgidek polus tozalaysan. Hamma polus o'zing tozalasang, hammasini. Ha, albatta hammasini tozalasang, o'tlarni yulasan va menga bir sak daraxt olib kelib bersang, senga bitta keligimni berib yuboraman. Rostdanmi? Ha, albatta, men hech qachon allamayman. Meni bobom juda ham boy, shuning uchun menga cho't emas. Unda ishni boshlasam ham bo'laveradi. Ha, boshlasang ham bo'laveradi. Yo'q, mana shu gelik meniki bo'lish uchun do'stlar obunachilar. Do'stlar, eshitilam, men barcha polizlarni tozalab, o'tlarni, merni oldidagi o'tlarni yulib va bir stak daraxt olib kelib bersam, menga geligini berib yuborgan. Mayli, men gelig uchun hammasiga tayyorman. Do'stlar, birinchi polizdan tozalashdan boshlaymiz. Do'stlar, birintasini mabjag'ini chiqarib kelyapti. Odam zerikib ketdi. Nima urushmayapti? Oldin qovib tashlaydi. Kuch yo'q. Ketdi, mayli. Vau. Tesla 2 ekan, menga bitta Tesla degandi, mayli. Yo'q. Bizning merimizning bobosi juda ham boy. Juda boy. Yo'q, dada. Yana uxlab qolibdi dadam. Ha, mayli.
Dadam ishdan kelib uxlab qolibdi. Mayli. Tashlasam, dadamni tezroq Rossiyaga kelyapti. O'zi 13 kun bo'ldi kelganiga. Qolmay qolarmish. Qayerda yuribsiz dedim dadamga. Qolmaysiz dedim. Xullas 2 kun ichida ketdim. Babam esa do'stlar bilan aylanib yurgandir. Yo, salom baliqchi, salom. Yo, Kirin tamaki bobomni ko'rmadingizmi? Avval salom beradi, keyin gapirib keladi. Kirin tamaki nima bo'ldi? Qo'ysangchi. Bobong ana shu otlarda yuribdi. Xo'p, Kirin tamaki, o'ting, dadam kelgan. Kirin tamaki sizning mashinangiz nima bo'ldi? Potoq bo'ldi. Zabur tegib ketdi. Dadam mashinada bo'libdimi? Dadam nima bo'ladi? Motori ozgina tortilish qolgandi. Janob mer. Meni ismim Germes deb chaqirishing mumkin. Xo'p, janob Germes bularni ana shu yerdagi pastki qutiga. Mana bu yergami? Yo'q, pastiga. Mana bungami? Ha, albatta. Endi o'tda yulib daraxt olib kelishing qoldi. Bilaman. Men jim deb o'ylagandim, lekin Germes ekan. Haqiqiy ismim Jim, lekin meni Germes deb chaqirishadi. Ha, mayli mer. Xo'sh, hamma o'tda yurishim shart emas. Yo'q, siz merni bobosimisiz? Ha, men merni bobosiman. Ovozingiz boshqacha ekan. Ha, ovozim. Mayli. Tezroq chopib tashlash kerak bir minut. Va do'stlar, biz bitirdik. 5 tagina musor chaqachib chiqdi. Men o'tlarni yulib bo'ldim. Endi daraxtga yopishib qoldi. Xo'p, bo'ladi. Bir tak chaqishim shartmi? Mayli, 30 ta yetadi. Xo'p, bo'ladi. Joy qo'yishar ekan. Ha, do'stlar, men o'yinlarni almashtirdim, chunki bu yosh bolalar otib sindiryapti. Dadam urishdi. Seni o'rtoqlaring, meni kichkinalar otib, yana uxlab yotibdi. Tezroq. To'rtta, beshta, 6ta,
13'te. Basan işte bloklar. O işte bir bilemem hala. Judayam yaxshi bo'lardi. Janob mer Germes. Ha, janob Germes. 52 ta qolib yubordim. Judayam yaxshi, solib qo'y. Bo'ladi. Xo'sh, endi berasizmi? Ha, albatta. Odatdagi sandiqni ko'ryapsanmi? Ha, albatta. Ana shuni ichida o'zingning mashinangning kaliti va gelikning kaliti. Ha, sizga beradiganimi? Ha, albatta menga bergandek. Rahmat. Show gelikli bo'ldim. Yeah. Meni olamiz. Wow, haydab ko'rayin. Yo'mayo. Voy, yo'mayo. Wow, gelik. Do'stlar, bir aylanib ko'raylik. Shu yerda kombor tushib ketmasam. Do'stlar, gelik ekanda. Do'stlar, shu yerga parkovka qilib qo'ysak. Bo'ldi. Va tayyor. Yo do'stlar, endi buni sinab ko'ramiz. Qaysi biri zo'rroq ekan. Yo, bana bo'lmadi. Do'stlar, bu mashina shuni qaranglar. O't o'radigan darajada cho'kdi. Va bo'ldi. Va bo'ldim. Eshiklari ochiq qolibdi. Mayli, ochiq qolaversin do'stlar, bilachilar. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men yana Markus do'stlar bo'ldim do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar. Hammaga xayr.